Agar siz biznes egasi bo'lmasangiz va sizning oylik daromadingiz oylik ish haqingizga bog'langan bo'lsa, demak sizning daromadingiz cheklangan. Ammo muammo shundaki, bizning xohish-istaklarimiz cheklanmagan bo'ladi. Kimdir chet elga sayohat qilishni istaydi, kimdir avtomobil sotib olishni va yana kimdir esa qimmat brend ostida kiyinishni xohlaydi. Va shunda bir savol tug'iladi. Nega oylik tugadi-yu, ammo oy tugamadi? Chunki sabab kim qancha topishida emas, balkim siz bor mablag'larni qanday boshqarishingizdadir. Misol uchun siz 20 million so'm oylik topishingiz mumkin, ammo sizning xarajatlaringiz 25 million so'm bo'lsa, bu sizni qarzdorlikka olib keladi. Shu sababdan biz sizga mening moliyam loyihasini taqdim etamiz. Bu yerda siz shaxsiy moliyaga doir kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz va odatlarni shakllantirishingiz mumkin. Bundan tashqari iqtisodiyotdagi sizga taalluqli so'nggi yangiliklar, faktlar hamda qonun va qarorlardagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Biz bilan birga bo'ling va bizni kuzatib boring.